qilgan ish topolmay qo'li bo'shab qoldi deguncha ukasini urib akalar bo'ladi-yu. Mana shu kaltak ish bo'yicha faxriy yo'llar olgan ukalardan so'ramoqchiman-da. Shu qaysi duoda o'qib olsam bunday urayotganda odam kaltak yeganda kaltak yeyish mumkin. Meni kaltak yeyotganimni ko'rgan itlarchi bunday qarab, yaxshi ham odam bo'lib tug'ilib olmaganman deydi, to'g'risi bu. Eng qizig'i mana oddiy kun, oddiy o'tiribsiz, oddiy holatda dumbam ustida o'tiribman. Akam ham o'tirib choy ichib. Seni qizing bormi deydi. Uylanmagan bo'lsa ham mayli ekan. Nima ishingiz bor meni qizim bormi yo'qmi? Siz o'zingiz uylanmasiz ham mayli ekan. 97 ga kiryapsiz, to'g'risi. Otamdan 3 sini past o'qigansiz. So'ramang u narsani, nima qilasiz? Bor desam nima o'zgaradi? Uylanmadingiz u bab. To'g'rimi? To'g'ri. Eng qizig'i siz Realchi akangiz Barsa cho'polsa ham g'alati bo'ladi, bilasizmi? Real yutsa ham, El Clasico'da babi kaltagingiz. Lekin Real yutdi, atay ko'rmayman deb uxlab yotgan futbolkamdan tortib turgizyapti. Ustayo ancha futbolkadan tortishga.